1970-yilda Leninning 100 yilligiga bag'ishlab Sovet olimlari zamonamizning eng katta loyihalaridan biriga qo'l urishdi. Kola yarim orolda Zapolyarning qishlog'ida 10 kilometr uzunlikdagi burg'ulash ishlari boshlandi. Buning natijasida dunyodagi eng chuqur joy hosil bo'ldi va Guinnessning rekordlar kitobidan joy oldi. Katta ilmiy loyiha 20 yildan ortiq davom etdi. U juda qiziqarli kashfiyotlar keltirdi, fan tarixiga kirdi, lekin oxir-oqibat u haqda har xil mish-mishlar tarqala boshladi. Demak, assalomu alaykum, e'tiboringiz markazida bu Fakt kanali. Kola yarim oroldagi burg'ulash ishlari uzunligi 20 qavatli uyga teng bo'lgan chuqurlikka yetdi. Har bir smenada 3000 kishiga yaqin ishchilar ishlagan. Jamoani mamlakatning yetakchi geologlari boshqargan. Burg'ulash tundra qishlog'ida 10 kilometr chuqurlikka cho'zilib ketgan. Ishchilar kechalari chiroqlar yoqib xuddi kosmik kemadek ovqatlanishar edi. Barcha narsa yaxshi ketayotgan paytda chiroqlar o'chib qoldi va darhol mish-mishlar tarqala boshladi. Burg'ulash barcha me'yorlar bo'yicha juda g'ayritabiiy bo'ldi. Dunyoda hech kim hali bunchalik chuqurlikka yetib bormagan edi. Sovet geologlari burg'ulash ishlarini 12 kilometr chuqurlikka yetkazdi. Muvaffaqiyatli loyihani birdan to'xtatib qo'yish bir qarashda kulgili edi. Xuddi amerikaliklar Oyga parvoz dasturini yopib qo'ygani kabi. Oy loyihasini yopilishiga o'zga sayyoraliklar aybdor deb topildi. Kola yarim oroldagi burg'ulash ishlariga esa afsonada aytilgan jinlar muammo tug'dirmoqda deb taxmin qilishdi. Yer ostiga tushirilgan bir nechta burg'u asboblari erib ketdi. Buni hech qanday jismoniy sabablar yo'q edi. Yer ostidagi harorat Selsiy bo'yicha 200 gradusdan oshmasdi. Burg'u esa 1000 gradusga chidamli qilib tekshirilgan edi. Keyin esa audio sezgichlar qandaydir shovqin-suron ovozlar va chinqiriqlarni aniqladi. Qurilma ovozlarini tekshirib o'tirgan dispetcherlar xavotir va qo'rqinchli hisdan shikoyat qila boshladi. Taxminlarga ko'ra, geologlar jahannamga tushgan edi. Gunohkorlar haddan ziyod issiqlikda yonayotgan edi. Qurilma ustida esa dahshatli atmosfera paydo bo'ldi. Barcha ish birdan to'xtab qoldi. Biroq chuqurlikka tushirilgan mikrofon haqiqatni yozib qolgan edi. Eshitib ko'ring-a. Ko'pchilik bu gaplarga shubha bilan qaradi. Biroq 1995-yilda ish to'xtatilgandan so'ng qurilma ustida kuchli portlash momaqaldiroq bo'ldi. U yerda nima uchun portlash bo'lganini hech kim tushuna olmadi. Hatto loyiha boshlig'i geolog David Guberman ham. Hozirgi kunda burg'ulash minoralariga ekskursiyalar uyushtirilmoqda. Turistlarga murdalar ustidan tuynukni qanday qilib oshganligi haqidagi hikoyalarni aytib berishmoqda. Keyinchalik esa burg'ulash voqeasi Finlandiya jurnalistlari tomonidan 1-aprelga hazil tariqasida kashf etildi. Ularning kulgili maqolasi Amerika gazetalarida ham chop etildi. Ko'p yillik burg'ulash Kola ultra ovozi tasavvufsiz o'tdi. Ammo haqiqatan ham sodir bo'lgan narsa afsonalardan ham qiziqarli edi. Aniqlanishicha, ultra burg'ulash ko'plab baxtsiz hodisalar yuzaga kelishi bilan boshlangan. Ulkan bosim ostida burg'ulash moslamalari yuqori atmosferaga dosh bera olmagan. Burg'u apparatlari esa quduqqa tiqilib qolgan. Ko'p tarmoqli tor quduqlar bir-biriga o'tib, yana yangi quduqlarga o'tkazish kerak edi. Eng yomon baxtsiz hodisa geologlarning asosiy g'alabasidan so'ng sodir bo'ldi. 1982-yilda ular 12 kilometrlik belgini yengib o'tishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu natijalar Moskvada xalqaro geologik kongressda tantanali e'lon qilindi. Dunyo bo'ylab geologlar Kola yarim oroliga tashrif buyurishdi. Ularga ajoyib chuqurlikda burg'ulash va tosh namunalarini ko'rsatishdi. Insoniyat bunday natijaga hech qachon erishmagan edi. Marosimdan so'ng burg'ulash ishlari davom etmadi, biroq ishdagi tanaffus halokatli edi. 1984-yilda burg'ulashdagi eng yomon falokat sodir bo'ldi. 5 kilometrlik quvurlar kesib tashlandi. Burg'ulashni davom ettirish mumkin emasdi. Bir kechada 5 yillik ish natijalari yo'qoldi. Ular 7 kilometrlik burg'ulash ishlarini davom ettirish kerak edi. Faqatgina 1990-yildan so'ng geologlar yana 12 kilometr kesib o'tishga muvaffaq bo'lishdi. Kola yarim oroldagi quduqning eng so'nggi chuqurligi 12262 metrga yetdi. Ammo dahshatli baxtsiz hodisalar parallel ravishda ketma-ket kela boshladi.
Burg'ulangan chuqurlik analiq vaqt mashinasini yuzaga chiqardi. Qadimiy tog' jismlari yer yuzasiga to'g'ri keldi. Ularning yoshi esa 3 milliard yildan oshiq edi. Olimlar bu chuqurlikdan yer sayyorasi avval qanday bo'lganligi va yer bilan qanday voqealar sodir bo'lganligi haqida ma'lumotlarga ega bo'ldi. Bugun e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan qiziqarli ma'lumotlarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.